Muhammed Emin Hocam Qoli Hirqati Gumnam. Dağlık klassik Uyghur şairi Muhammed Emin Hocam Qoli Hirqati təxminən 1634-yili Qashqar Yeni-Shahar Tazğunda tug'ilib, 1724-yili Qashqar shahrida 90 yoshida vafot bo'lgan. Gerçi Hirqatining tarjima holiga oid maxsus yozilgan tarixiy ma'lumotlar bo'lmasa-mu, shoir boshqa davrdoshlariga o'xshashla o'zining tarjima holi, yashagan davri, asrining yozilish sababi va asrining nomi haqidagi bir qator muhim uchurlarni o'zining hozirgacha saqlanib qolgan birdan-bir asri Muhabbatnoma va Mehnatkoma nomli dostonida bayon qilgan. Gerçi Hirqati o'zining hozirgi Qashqar Tozg'un yezisidan ekanligini yoshlik davrida himmatlik otasi Hojam Quli bilan billa İsmail Xon va Oppoq Xo'janing O'rdi beg'ida bog'van, chiroqchi va kavobchi bo'lib ishlaganligi haqida uchur qoldirgan bo'lsa-mu, Hirqati 11 yoshidan boshlab diniy madrasada o'qishga kirib, 16 yillik o'qish hayotida ona tilidan boshqa yana arabcha va farscha tillarni pishiq o'rgangan va sharq klassik adabiyoti bilan puxta tanishgan. 36 yoshida otasi Hojam Quli bilan billa İsmail Xonning huzurida bog'van bo'lib ishlagan. Uzun o'tmay saltanat Oppoq Xo'janing qo'liga o'tganda ular yanada O'rdining Shahoni beg'ida bog'vanchilik qilgan. Keyincha Oppoq Xo'ja madaniyat va adabiyotga qarshi jaholat harakati qo'zg'agandan keyin shoir o'ziga Hirqati, ya'ni haqiqat yo'lida kuyib kul bo'lg'uchi degan nomni taxallus qilib ishlatib, O'rdidagi ishini tashlab, boshqa davrdoshlariga o'xshash Tarim va Yorish vodilaridagi oshiqlik hayotini boshlagan. Bu jihatda shoirmi Uyg'ur klassik adabiyoti tarixidagi boshqa peshvolarga o'xshash adabiy taxallus qo'llanib, asrini shu taxallus bilan yozgan. Shoirga nisbatan aytganda, doston yozish ijodiyatda voyaga yetganlikning va pishqonlikning ifodasidir. Bu har qanday shoirning ijodiyatiga bop keladigan o'rtaq qonuniyat. Afsuski, Hirqatining hozirgacha bizga yetib kelgan asri faqat Muhabbatnoma va Mehnatkom nomli dostoni bo'lib, boshqa nurg'un g'azallari va ilmiy asarlari bo'ron chapqunliq yillarda zoyi bo'lib ketgan. Mazkur dostonning teksti peshqadam tadqiqotchi va shoir Rahmatulloh Joriy apandi tarafidan 1957-yili e'lon qilingan bo'lsa-mu, 1960-yillardagi Qizil qiyomat dashti tufaylidan avam bilan yuz ko'rishalmagan edi. Faqat 1982-yilga kelgandila Rahmatulloh Joriy apandi yana bir qitim g'ayratga kelib, bu asarning asli teksti va hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi ommabop yashmasini rasmiy kitobcha sifatida e'lon qilgandan keyinla ondan xalqimiz bu zotni qaytadan tonish fursatiga ega bo'lgan. Bu doston mazmun jihatdan buni 3 qismga bo'lingan. Birinchi, dostonning muqaddimasi va kirish qismi bo'lib, Allohga va payg'ambarlarga hamd va sano, durud salomlar va madihiyalarni asos qilgan. Ikkinchi, gul va bulbulning muhabbatiga bag'ishlangan majozi, ya'ni ko'shma ma'nilik obrazlar orqali chin insoniy mehr muhabbatni kuylash. Bu qismi mazkur dostonning eng meg'izliq va g'olliq qismi bo'lib, uni o'z oldiga mustaqil bir romantik doston deyish mumkin. Uchinchi, dostonning xotimasi, ya'ni xotimai kitob va fosiyai xitob, ya'ni kitobning xotimasi va xitobning eng fasohatli qismi bo'lib, buningda shoirning axloqiy, siyosiy, diniy va ijtimoiy ko'z qarashlari belgilik holda ifodalangan. Bu dostondan
Hirqatiyning nihoyatda buyuk ilohiyatchi olim, fasohatlik so'z ustasi va tangdoshsiz shoirligi ko'zga ko'rinib turdi. Shunga biz Hirqatiyni Uyg'ur adabiyot tarixidagi badiiy tilning mohiyatlik rolini haqiqiy va to'liq tushungan eng chivar so'z ustasi deyalaymiz. Hirqatiy bu dastonini ishiq temasiga beg'ishlagan bo'lib, tadqiqotchilar xeli bir mezgilgacha bu ishiqning klassik adabiyotning udumi bo'yicha ilohiy ishiq yoki majoziy ishiqligi haqida munozir qilishgan. Oxirida bu masalani Alisher Navoiyning turli asarlari tubdan hal qilgan. Shoirning dastoniga qaraydigan bo'lsak, Hirqatiy bu dastonida hem ilahi işiq haqida hem mecazi işiq haqida o'xshashli degidek tafsili to'xtalgan. Hirqatiy 1670-yillardan toki 1720-yillargacha bo'lgan yerim asrlik eng qorong'u va zulmatlik davrdan qattiq og'rinib va afsuslanib oxirgi hayotidagi siyosiy nafrati va ochiq noroziligini tövendeki bir misra beyt bilen iniq ifadeligen. Cehanu hem cahan ehli vefasız, bekasız gâ necük ey can bekasız. Cehan ehli cehan ger dilre badur, vefası yok barisi bi vefadur. Vefası hem anın gemdur, gam özre, hayati matem ermiş matem özre. Hirqatiyning yana bir taxallusi gumnon bo'lib, bu ikki taxallus 21-asrning boshlarigacha ayrim ikki shaxs sifatida qarilib kelgan edi. Keyincha Uyg'urlar va turklarning bu haqdagi tadqiqotlarining yanimi cho'nqirlashishi natijasida yuqorqi ikki kishining aslida bir kishi ekanligi bayqaldi. Bu ikki taxallusliq kishining bir kishi ekanligi aniq bo'lgandan keyin biz Hirqatiy va gumnom taxallusidagi bu kishining ayni chog'dagi tangdoshsiz bir yetuk peshvo ekanligini ko'rib olaymiz. Hatto uning lirik g'azallaridagi nurg'un uslublarni taqlid qilish hozirgi zamon Uyg'ur shoirlari ichida moda bo'lgan edi. Alayliq marhum Abdurahim O'tkir 1948-yili yozgan Uchrashqanda nomli she'ridagi dedim dedi qafiyasi dal gumnomning g'azallariga taqlid qilib yozilgan edi. Gumnomdan qolgan yodikorlar ichida yana Alisher Navoiyning sizmi so'rati bor bo'lib, bu tavarruk sizmi rasm keyincha Alisher Navoiyning portretini yaratishda tayanchliq va ulgulik rol o'ynagan. Yar Muhammad Toyir To'g'liq apandi g'azamat sizgan Alisher Navoiyning portretini chinliqdan jiroq va yasalmalik holati eg'ir deb qarab, Navoiyga davr jihatdan yaqinroq bo'lgan gumnomning rasmini shu piti qabul qilishni tashabbus qilgan edi. Darvaqa o'zbek olimlari Alisher Navoiyning hozirgi portretini dal gumnom qoldirgan Alisher Navoiy rasmi asosida yaratgan.